davomida muntazam ravishda kesib turishni talab qiladi. Busiz ular baquvvat bo'lmaydi. Hosil esa kutilgandek mo'l bo'lmaydi. Xo'sh, ularni qanday qilib to'g'ri kesish kerak? Keling, bugun sizga hammasini ko'rsatib beraman. Ko'chatlik davri. Avval barcha yon novdalarini, pasinkalarni olib tashlang. Pomidorda birinchi gul shalolasi kisti gullagandan so'ng, keyingi o'sish uchun energiyani tejash maqsadida pastki yon shoxlarini kesish vaqti keladi. Meva berish bosqichi. Mevalar bir xil kattalikda bo'lishi uchun ularni albatta siyraklashtiring. Nimjon yoki haddan tashqari yirik bo'lganlaridan voz keching. Pishish jarayoni. Pomidorlar rangini o'zgartira boshlaganda pastki barglarini olib tashlang. Bu o'simlikka yorug'lik ko'proq tushishini ta'minlaydi va kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Yakuniy bosqich. O'simlik bo'yi taxminan 2 metrga yetganda yoki 6 qator meva hosil qilganida uchini chimdib qo'ying, to'xtating. Bu ozuqa moddalarini mevalarga yo'naltiradi. Ularning pishishiga va yiriklashishiga yordam beradi. Bu bosqichlar yetishtirish sharoitlariga qarab biroz farq qilishi mumkin, lekin umumiy yondashuv o'zgarishsiz qoladi. Fermerlikka oid kundalik maslahatlar uchun obuna bo'ling.